Siz xavotirli inson emassiz. Siz zarbani kutish rejimida yashayapsiz. Psixologik nuqtai nazardan bu shuni anglatadiki, insonning asab tizimi hozir yana nimadir yomon bo'ladi degan ichki kutish holatiga o'rganib qolgan. Zarbani kutish rejimi qanday shakllanadi? Agar bolalikda yoki keyinchalik hayotda inson tez tanqid qilingan bo'lsa, uyda janjallar ko'p bo'lgan bo'lsa, ota-onaning kayfiyatini oldindan taxmin qilishga majbur bo'lgan bo'lsa, kutilmagan yo'qotishlar, xiyonat yoki zo'ravonlikni boshdan kechirgan bo'lsa, asab tizimi bitta xulosaga keladi. Xavfsizlik doimiy emas. Har qanday yaxshi holatdan keyin yomon narsa kelishi mumkin. Shundan keyin miya doimo atrofni xavf izlab kuzata boshlaydi. Bunday odamning ichki dialogi qanday bo'ladi? Tashqaridan u xotirjam ko'rinishi mumkin, ammo ichida quyidagi fikrlar aylanadi. Hammasi juda yaxshi ketyapti. Demak, nimadir buziladi. Telefon javob bermadi. Balki yomon narsa bo'lgandir. U menga boshqacha gapirdi. Balki mendan ranjigandir. Ishim yaxshi ketmoqda, lekin qachondir albatta muvaffaqiyatsizlikka uchrayman. Bu fikrlar insonning ixtiyoridan tashqarida paydo bo'lishi mumkin. Tana ham zarbani kutadi. Bu faqat fikr emas, tana ham shunga moslashadi. Shuning uchun yelka va bo'yin mushaklari doim tarang bo'ladi. Dam olish qiyinlashadi. Chuqur nafas olish qiyin bo'lishi mumkin. Uyqu yuzaki bo'ladi. Kichik shovqin ham keskin cho'chitadi. Go'yoki organizm doimo har ehtimolga qarshi tayyor tur degan buyruqni bajarayotgandek bo'ladi. Nega baxtli bo'lish ham qiyin? Bunday holatda inson quvonchni ham to'liq his qila olmaydi. Masalan, yangi ish topadi, lekin qachon ishdan bo'shatisharkin deb o'ylaydi. Yaxshi munosabat boshlanadi, lekin baribir meni tashlab ketadi degan qo'rquv paydo bo'ladi. Pul topadi, lekin tez orada yo'qotaman degan xavotir keladi. Natijada u hozirgi lahzadan zavqlanish o'rniga bo'lishi mumkin bo'lgan muammoni kutadi. Bu xavotir emas, himoya mexanizmi ham bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bu holat travmadan keyingi moslashuv natijasidir. Miya ilgari boshdan kechirgan og'riq qayta takrorlanmasligi uchun doimo hushyor turishga harakat qiladi. Muammo shundaki, ilgari foydali bo'lgan bu himoya usuli keyinchalik ham davom etadi va insonning kundalik hayotiga xalaqit bera boshlaydi. Qanday o'zgarish mumkin? Birinchi qadam o'zingizga shunday savol berish. Men hozir haqiqiy xavfni ichidamanmi yoki tanam eski tajribaga asoslanib xavf signalini yoqyaptimi? Bu savol hozirgi vaziyat bilan o'tmish tajribasini ajratishga yordam beradi. Keyingi qadamlar: tanadagi taranglikni kamaytirishga qaratilgan mashqlar, hissiyotlarni bostirmasdan tan olish, xavfsiz munosabatlar tajribasini asta-sekin yig'ish. Kerak bo'lsa, travma bilan ishlash, tajribasiga ega psixolog bilan ishlash. Muhim xulosa: doim zarbani kutib yashayotgan inson odatda zaif emas. Aksincha, uning asab tizimi uzoq vaqt davomida o'zini himoya qilishga majbur bo'lgan. Endi vazifa doimiy kurashga tayyor turishni emas, balki tanaga va miyaga hozir xavfsizman degan yangi tajribani bosqichma-bosqich o'rgatishdir. Bu holatda psixologiyada haddan tashqari hushyorlik deb ataladi. U ko'pincha uzoq davom etgan stress yoki travmatik tajribalardan keyin kuzatiladi.
Bu tashxis emas, balki ayrim odamlarda uchrashi mumkin bo'lgan psixologik holatdir.